Hürmetlik Şah alileri, sizlerning bu qatimki fursatni berganlarga rahmat. Bag'doddan kelgan donishmand savol so'rsin. Birinchi savol. Quyosh bizdan yiroqmi yoki Bag'dod yiroqmi? Albatta quyosh. Nemishqa? Amsa Bag'dod yiroq. Nemishqa? Bilmadim. To'g'ri javob berdim. Chunki haqiqatan hech qanday odam uqmaydi. Alilar, Abbos samimiy odamga. Sizni mening yaqin do'stim tanishtirgan. Men sizni boj amaldori qildim. Bozorning boj ishlariga mas'ul bo'lasiz. Bir oltin medal bilan tortiqlayman. Xizmatingizga qulaylik bo'ladi. Alilarga tashqallar. Dada, qaytib kelsiz-ku. Yangi kelgan amaldor boj yig'yotidi. Yana boj yig'yotamda? Amdili topshirgan edik-ku. G'alladiki, tangilarning hammasini topshirdi ekanmiz. Nima ish qilmoq bo'ladi? Men sizlarni ko'proq paytlar turaman dedim. Nima degan jiq gap bu? Faqat bo'lmadi. Imom begim. Bu qitim yig'ayotgan yana nima bosh? Danishmandning qilayotgan ishini sen qanday bilalaysan? Siz danishmanmi? Amsa sizdan ta'lim olg'im bor. Bo'ladi, shakchik. Degina. Ko'kdagi quyosh bizdan yiroqmi yoki Bag'dod bizdan yiroqmi? Albatta quyosh yiroqda. Nemishqa? Chunki ba'zi odamlarning Bag'dodga borganligini anglagan, lekin quyoshga chiqqanini anglab baxmagan edi. Ikkinchi savol. Bag'dod bizga yaqinmi yoki quyosh bizga yaqinmi? Albatta quyosh yaqin bo'ladi-da. Shakchik. Bu gaping bir-biriga zid bo'lib qoldi. Anglab turing, ha? Qarang. Mening Bag'dodni yiroq deyishim, chunki bizdan bu yerda hamma odam quyoshni ko'ra oladi. Lekin hech qanday odam Bag'dodni ko'ra olmaydi. Aydi. Shunlashqa quyosh bizga yaqin. Imom begim, endi men sizdan so'rab baqay. Bugun mening ishim aldirash. Boshqa kuni deyishaylik. Aslida aldam chiqasan-da. Nasriddin, imomni mening do'stim tanishtirgan. Men nemishqa uningdan gumonlangandayman. Shayim, bu amalni qo'lni baqsla. Men kapolat beramanki, imomning atti bashirsi ichiladi. Agar sen xatolashgan bo'lsang, uyingdagilar 3 chasi ortiq poj to'laydi. Nima degan ko'p? Bo'ladi, shundoq bo'lsin. Imom begim keldi. Alileri. Alileri. Imom, dal vaqtida keldingiz. Bu yoq Nasriddin bo'ladi. Imom begim, men yana sizlardan bir savolni so'rab baqmoqchiman. Bo'ladi, degina. Oldi bilan tamoq yeyli, savolni birozdan keyin so'ra. Imom begimning tamoq yeyishimi nihoyatda salofat ekan, ha? Alilarning mezilik tamoqlariga ashqallar. Bag'dod elchisi keldi. Uni bu yak boshlab kiringlar. Jada xoldi, Bag'dod elchisi meni tonimaydi. Men tezroq qochay. Alilari, qo'zig'im tuyuqsizlar ag'rib ketyapti. Shunga men mang'ashtiray. Bo'ladi. Bering. Rahmat. Shayib, qag'inini menga topshirsizlar. Kapolat bermanki, uni atti bashirsini ichiydi.
Malay. Yaqin kel. Darvaqa u qochmoqchi keldi. Qo'ng'ali. Sizlardan bilan bahslashmoqchiman, texi. Ufuqlar tushinglar. Men ketdim. Bu nima? Bu pichoqni kim tushirib qo'ygandi? Bu qorovulning maxsus ishlatilgan pichoqi. Chatoq bo'lsa, biz oldinibdiq. Endi qanday qilamiz? Men o'ylab boqay. Topdim. Chatoq. Shuncha tezda qo'lab kelganmidim. Emasga. Qo'rqib o'lay dedim. Endi u qachanmaydi. Uni qashirib qo'llama. Herif öyle dedim. Sen bana ayak şölüp neyime kılasan? Begim, buncha kechda nima qilyaptilar? Danışmenden neyime kılış bile karınla bu musun? Undaqda men sizlardan bir necha savol so'rab boqaymi? Şömtek, nere öt? Yani ko'ringlar ne? Tutinglar. Qaysan bana çekilalı etkensen kını. Karışa bu neymi? Sizler ne açacağınlar men tutmak mı? Mümkün emas. Nasirdan, dal vaqtida kelgandim-a? Malay, o yarmas ablah. Sen nima deb kelding? Nima ketdi bu? Sen beni takı sirkip çıkıp bittin ama. Hürmetli Bagdad Şahi. Danışman imamni imomni muqaddas davlatlarda vazirlikning ustiga ilishib tunishtirman. Sulton oliyleri mening pochirkamni ishini chiqib berdi ama. Alileri, geçirgeler ben günahımı tanıdım. Beni geçirgeler. Paskash, uni ep ketinglar. Xo'p, oliylar. Alileri, bana rayim kıgayla. Alileri. Şayim, undaqda xaloyiqdan yig'ilgan bajni bu qatim bekor Bu qilgandilar. qatim ta'lim keldi. Jazm qilmayki, kelar qatim undaq bo'lmaydi. Ta'lim berganlarga hech qillah.